Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana tarjima o'z. Bugun kuchayamizda boshqa nima ham qilardik, boshqa reja topolmadim, kalibtani yozmadinglar. Shuning uchun oddiyda kuchayamiz. Do'stlar, qo'shiq eshitamiz videosi piramida ko'rganlar bor-da. O'sha piramidani bekor ko'rsatmaman, almas bor ekan. 3 ta emas, lekin 2 ta bor ekan. Ko'rsatsam bo'lar ekan-da. Qanday bu narsalar bormi, videoni bunga sarflash kerak deb o'ylab ko'rsatmadim-da. Mana bunaqa daraxtlar yoqmaydi, mana uzun cho'qda qaradi. Bir bunga qaraydi, unga qaraydi. Mani xotiramga joy kamlik 45% bo'ldi. Shuning uchun men mana video olishim mumkin. Shuning uchun mazza qilib video olib o'tiribman. Bo'ldi, yasayapmiz-da. Bizda kitob ketamiz. Va endi uy qurishga bo'ladigan joylarni qidirib olg'a. Do'stlar, men mazza qilib video olishim mumkin. Mani vaqtim juda ham cheklangan. Ya'ni vaqtim juda ko'p-da. Tak bir sakit qilaman. Nima qilsa bo'ladi? Aro tog'larda uy qurish yaxshi. Tog'larda uy qurish kerak. Katta bo'lsa, kichkina. Tezroq katta bo'lmagan ovqat kerak. Tushundingmi? Mana unaqa qilish esdan chiqdi. Vallahi qorim ochadi. Qorim ochib ketadi. Do'stim. Yana bitta. Voy, yaxshi. Qornim to'yadigan yaxshi. Bayozba. Bu yana bitta. Bu ko'zimga ko'rdi, baxti. To'xcha. Do'stlar, mani katamga 20 ta obunachi yig'ib berdinglar. Buning uchun juda katta rahmat. Mani shunchalik xursand qildinglarki, 25 ta obunachi emas. Bu videodan keyin yangi videoni chiqarishga qaror qildim. Sizlar menga bunchalik tez 20 ta obunachi yig'ganingiz uchun 25 ta obunachilarki, uni 5-qismi chiqmaydi. 23 ta obunachi bo'lsa chiqadi. Meni quvontirdinglar-da. Bir kunga meni 13 ta obunachimni 20 taga aylantirdinglar. Bir kunga. Bunaqasi iloji yo'q. Yoki bor. Men shunchalik xursand bo'ldimki, shunaqa qilishga qaror qildim. Lekin albatta 3 ta laykam, 3 ta obunachim sizlarga olsa bo'ladi-ku. Yoki yo'qmi? Agar meni yana yangi zo'r videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuni qilib obuna bo'linglar. 10 daqiqa bo'lib ketdi. Bo'ldi 4 daqiqaga. Bo'ldi, mana bu yerda bu kechami o'shanaqa qilib olamiz. Bitta tosh kerak, mana bu kerak, mana bularni men surib qo'yamiz-da, toshilisiga o'tamiz. Tayyor. Bularni ham suramiz, toshni olamiz, daraxtni olamiz, restakni olamiz. Mana bu yoqqa turaveramiz. Biz unaqa turadigan odamlarga o'xshamizmi? Yo'q. Zombilar bilan kurashamiz biz. Haqa o'lib qolsa bo'ldi.
Qishloq topsam juda zo'r bo'lardi-da. Kapot to'yi ham chiqib qolsa undan ham zo'r bo'lardi. Qishloqlarda uyida kitoblar ham, har xil narsalar ham bo'ladi. Aytchi do'stlar, bugungi maqsadni aytmamanki, bugungi maqsad almas topish. Oddiylik işte. Shuning uchun birdaniga qandaydir kod topish kerak. Chunki video juda uzun bo'lib ketishini istamayman-da. Shuning uchun kechirib qo'yasiz. Ovqatim juda kam qolmabdi. Yugurmasdan yursam juda yugurmasam buni umuman iloji yo'q. Mayli. Bosh ovqat yo'q, ariq to'g'ri yuribdi. Chirigina, solgina, shirigina. Bo'ldi. Men baloyini ko'p qidirsam bo'ladi. Yo'q, mana yo'q. Qo'yni o'ldiramiz. Qo'yda shunchaki jun tushadi. Hatto yotoq yasashga o'rganishi mumkindir. Ana endi rosti kabiga yugurolmay qoldi. Endi hammasi qiyin bo'ladi. Cha. Yana bitta qo'y topsam edi. Hammasi zo'r bo'lardi-da. Umuman qo'ylar chiqaverdi mana bu yoqqa. Qo'yjon kelyapman. Oldinga yugurib kelyapman. Iltimos, oxirgi zaxiramni sen uchun. Sen quyosh o'rniga elga bag'dajot ketdingizlar. Endi menga umuman qo'y kerak emas. Cha. Bo'ldi. Endi menga ovqat kerak. Esa tutishdi, umuman iloji yo'q-ki. Tutib olay. Qo'yga tushdi, bir lagercha qilib olsa. Bitta so'laylik. To'g'ri besa olaman. Kerak bo'lsa. Cha tayyor. Ovqatlarni qo'yamiz. Bu yergacha yana ovqat qo'yamiz. Bu yerga kelkani solamiz. Qadar 3-4 ta bora bo'ladi solamiz. Bitta bora solamiz, 3-4 ta bora bo'ladi solamiz. Keyin kutamiz yer bo'lishini. Kecha yugurib turamiz. Vallahi qanchasi pishdi? Steak sara oshqozon so'rab qoldi. Tovuq go'shti sira oshqozon so'rab qoldi. To'ydi. Bular pishmabdi, bu ham pishmagan. Hali kutamiz bular pishishini. Yana bo'l yo'qmi-ki qovib bor ekan. Agar bunday ikkita tushayotgan bo'lsa, men 1 yillik omadimni ishlatgan bo'laman. Yo'q, ikkita tushdi. Hozir bugun masalan yana bunda 4 ta tushsa 2 yillik omadimni ishlatgan bo'laman. Menimcha bunaqasi umuman iloji yo'q. Ana aytganimda iloji yo'q. Ketdik mazaga. Pishib bo'lganda bittasi mana bunisi pishib bo'libdi. O'rniga mana buni solamiz, yana ikkitani taxta qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu yerda iticha yasab olamiz. Iti. Va ana iti bor. Ozira himoyada shu iti. Cha. Yana qidirish kerak hayvonlar. Balki bunchasi yetmaydi. Birdan yetar deyish chiqaylik. Bitta tushdi. Va 7 tovuqtacha kerak.
va anaqa uxlab mi qiladiganlardan emasman. Checkpoint bosib olaman, hujumga tayyorlanaman. Lekin sandiq ham yasash kerak. Ikkita sandiq mana bu yerga ikkitasini qo'yamiz, ulardan ovqatlarni olamiz. Keyin yana ovqat solamiz, bularni ham yetishga qo'yamiz. Buni ham olamiz, ikkita go'sht solamiz, yana ozgina yetishga. Endi mana bu yerda keraksiz alyuminiylarni mana bu yoqqa solamiz-da. O'zimizga kerakli narsalarni olib jangga tayyorlanamiz. Bu kerak. Shu bilan daraxt kerak bo'ldi. Tayyorman. Kim birinchi bo'lib hujumga tayyorlan? Vo, lopata. Temirda tushsa juda zo'r bo'ladi. Tushmadi. O'zim tushmasdi. Muqi tushdi ko'ra. O'rimchak ko'zida shu. Edirmay ko'zi yo'q. Baribir bu jangga man yutardi. Va ara tendoshimizni topildi. Yo'q yo'yaman, orqadan yo'yaman. Mana senga. Bu jangga man yutaman. Oye. O'zgina jo'rim qoldi. Va aytdimki bu joyga baribir yutamandim. İşte bular. Şimdi mana bular so'ramizda. O'zi yorug' bo'lib tursin-da. Ikkita jo'rdi. Pishsa ovqat pish. Checkpoint boshida chiqdik, men bosdim endi. Yana zombi go'shtlarini bilan nima qilib qo'yamiz-da. Chayga ortamiz. Bu yerda so'rovli creeper ko'ryapti. O'shani olamiz kerak. Qani? Creeper video olibdi 2 daqiqa. 13 daqiqa ekan. Creeper yo'q. Do'stlar, hozir mana shu video tugatish. To'xta, mana kel, menroqqa kel. Sen o'yinni o'ylab bo'lsa juda rasvo bo'ladi. Bag'labdi. Kelayapman. Agar men creeper o'ldirsam, kanal like bo'lsa, obuna bo'lishga majbursizlar. Yo'q, bu tovuq. Bitta challenge qilmoqchi edimda. Challenge. Mayli do'stlar, shu bilan video juda zo'r bo'ldi. Ayniqsa menga juda video yo'qdi. Biroq mazza qilib o'ynamagandi o'zi. Shuning uchun video tugataman, lekin mana buni o'ldirgandan keyin. Agar buni ham o'ldirsam, kanal like bo'lsa, obuna bo'lib, izoh yozishga juda baxt. Kelgasin-da. Maylisanki, kelgasin-da, yotaman taporsin-da. Ana. Mayli, xayr. To'xta. Narsa to'g'ri xabarsiz. Do'stlar, hozir to'xtab sikarim var. Asli zombisizlarda, aqmoqsizlarda. Mana sen o'ldirdim.
qo'llay qo'ydi. Mayli, xayr, sog' bo'ling, hurmatli obunachilar.